Gagarina ko'chasidan bizlarda 4-etajdan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 77 kvadrat. Bizlar hozir koridorda turibmiz. Qisqacha kvartiramizni ko'rsatib chiqamiz. Asosiy kirib kelishimiz eshigi shetlari yevromontaj qilingan. Mana bu tomonda bizlarda shifonyer o'rnatilgan va bu yerda ham shifonyer turibdi. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi kровать, tumbuchka, termolar o'rnatilgan do'stlar. Kattalar yotoqxonasining to'g'risida esa bizlarda общий sanuzel joylashgan. Mana shunaqa kattagina общий bo'lyapti. Ariston joylari ham o'tkazilgan. Ana endi mana bu yerda bizlarda yana bitta yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxona ham juda ham katta, kattalar yotoqxonasi qilsangiz ham bo'ladi. Shifonyer, kровать, tumbuchka, termo o'rnatilgan. Bundan tashqari konditsioneri ham bor. Ana endi mana bu yerda esa bizlarda mehmonxona joylashgan. Mehmonxonamiz ham akkuratni, mягкая zona qilingan, stol, pufiklar o'rnatilgan. To'g'risida televizor qilingan. Bu yerda esa bizlarda oshxona. Oshxonada ham kerakli jihozlar hammasi o'rnatilgan. Dvухконтурный kotel bor, cho'pli pollar qilingan, kadastr hujjatlari tayyor turibdi. Kvadrat 77 kvadrat, 4-qavatli Avstriyaga g'ishli domda joylashgan. Narxini 92.500 deyaptilar. Yana savdo qilamiz deyaptilar. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.